Bir kunda 1 soat, 1,5 soat shug'ullanish kerak ko'z bilan kamida. PlayStation o'ynash kerak, ochkini taqib olib. Bu linzalarda xavfsiz tomonligi nimada? Skleral linzalar bor. 1 yil, 1,5 yil, ba'zida 2 yil ham o'sha linzani taqib yechib yuraveradi. Televizor ko'rsating, pожалуйста, 1 soat, 1,5 soat, lekin o'sha xira ko'radigan ko'z bilan ko'rsating. Osmotr, operatsiyalar, hamma narsalardan keyin mana siz uchun bepul maslahatlarni yo'lga qo'ydik va xursand bo'lish kerak immunitet ko'tarish uchun. Yaxshilik qilish kerak immunitet ko'tarish uchun. Organizmda shunaqangi gormonlar bor. Dori emas u, bir qanaqadir internetda olingan matohlarni ko'rsatyapti-da, musorga tashlang buni. Aytadi 1,5 million so'mga oldim deydi. Men sizni aldamayapman. Assalomu alaykum azizlar. Endi haqiqiy savol-javob rubrikasi siz bilan yana davom ettiramiz. Efirda doktor Hikmatullo ko'z nuri klinikasini oftalmologi ko'z doktori. Assalomu alaykum doktor. Mening farzandim 9 yoshda. Tekshiruvda bir ko'zida -8 dioptriyalik minus borligi aniqlandi. Ikkinchi ko'zi esa yaxshi ko'radi. Shifokor doim ko'zoynak taqishni tavsiya qilgan, ammo bola televizor qarshisida uzoq vaqt o'tirganda ko'zlari tez charchayapti. Bu holat normalmi? Qanday maslahat berasiz? Juda to'g'ri savol. Bu hozirgi paytda bunaqa bemorlar juda ko'p. Bir ko'zda -8 yo bir ko'zda -7 yo bir ko'zda -10. Ikkinchi ko'zi sog'lom. Bola 9 yoshda ekan. -8 ko'zoynak taqolmaydi bola. Bir ko'z sog'lom bo'lsa. Qachon taqoladi? Bir ko'zini yopgan holatda, demak hozir bemorni o'ng ko'zida deylik -8 bo'lsa, ikkinchi ko'z sog'lom bo'lsa, nima qilish kerak? -8 emas, 7, 6,5. Endi ko'zni ko'tarishga qarab, bir ko'zni yopasiz, ikkinchi ko'zga ko'zoynak taqtirasiz. Yopgan holatda. Bir kunda 1 soat, 1,5 soat shug'ullanish kerak ko'z bilan kamida. Kompyuter o'ynash kerak, o'yin o'ynash kerak. PlayStation o'ynash kerak, ochkini taqib olib. O'zi bunaqa holatlarda bir ko'z dangasa bo'lib qoladi-da, o'sha -8lik ko'z ko'rish yaxshi bo'lmay qoladi. Juda ko'pchilik, men bugun ham ko'rdim, xuddi shunaqa. Bir ko'zda minusi juda yuqori, bir o'rtog'imizda ayollarda ko'z dangasa bo'lib qolgan. Xuddi shunday. Bu holatda dangasa bo'lib qolmasligi uchun nima qilish kerak? 9 yoshli bolaga biz linza beramiz. Chunki linza bosh ko'taradi. Bir ko'z 0, bir ko'zda -8, -9 bo'lsa ham linza ko'taradi, bosh ko'taradi. Agarki bola ko'p qishloqda turmasa, shaharda yashasa, changlardan uzoqroq bo'lsa, linza qulay. Agarki infeksiya tushirish xavfi bo'lsa, unda linzani changga chiqmagan paytida o'rgatish kerak. Qolgan paytda ochki taqtirasiz. Pastroq qilib turib, lekin u 8 emas, 6, 5 ko'tarish mumkin. Bolalarda ba'zida 7 gacha ham ko'targanini ko'raman. Kattalarda 2 o'rtasida 2 yo 3 maksimumgacha bo'ladi, ko'taramiz. Bittasi -1, bittasi -4 bo'lsa, ko'tarish mumkin, lekin bittasi -5, bittasi 0 bo'lib turib, kattalar ko'tara olmaydi, boshi aylanib ketaveradi. Yosh bolalar lekin ko'taradi, adaptatsiyasi yaxshi bo'ladi. Shuning uchun kontakt linzaga o'tish kerak. Bizda skleral linzalar bor. Bu linzalarda xavfsiz tomonligi nimada? Birinchidan qo'yganda qo'yishdi osonroq, yumshoq linzaga nisbatan ichiga suv solib taqiladi. Uni o'rgatamiz va 7 yoshdan beramiz. Skleral linzalar bor. 1 yil, 1,5 yil, ba'zida 2 yil ham o'sha linzani taqib yechib yuraveradi. Agarki Toshkentga kelishi qiyin bo'lsa, unda faqatgina yo'li o'sha yumshoq kontakt linzani o'rgatish kerak. Bolaga sekin-sekin o'rgatib olinadi. Boshda обезболивающий og'riqlantiradigan tomchilar bor. O'shandan tomizib linzani taqishni o'rgatib olish kerak. Tetrakain, shunga o'xshash alkain degan kaplar bor. O'shalarni tomizib, keyin linzani taqib o'rgatish kerak. Chunki boshdan o'rgana olmaydi. Keyin o'rganib olgandan keyin ota-onasi ham yaxshi qoniqadi. Qo'lini yudirishni o'rgatasizlar, linzani taqishni o'rgatasizlar. Kontakt linzani yosh bolalarda taqishni o'rgatish sxemasi bor. Bizga kommentariyada yozsanglar, sizlarga biz uni videosini ham tashlab berishimiz mumkin. Bolaga qanday o'rgatiladi kontakt linzani.
o'shani o'rgatib olsanglar bu yaxshi. Bu keyin sal kattaroq bo'lgandan keyin minus to'xtab olgandan keyin bunaqa holatda ko'zga ICL qo'yib beriladi. Masalan mana shunaqa minus 8 bo'lganlarda agar ko'zlari hammasi yaxshi bo'lsa, yoshi bir 13-14 yoshda ICL qo'ydirib yuboraman. Agar shoh pardasi qalinligiga qarab turib. Agar shoh pardasi qalin bo'lsa, 18 yoshda lazer qilinadi. Lekin ICLda 14-15 yoshda qo'yib bersa bo'ladi. Ba'zilarga o'sha minus 20 bilan keladi, bir ko'zda minus 20 yo minus 15, ikkinchi ko'z sog'lom. Ularga 15 yosh, 14 yoshdan ICL qo'yib beramiz. Bir 8 yil, 9 yildan keyin uni olib tashlaymizda boshqa razmerlikka o'zgartiramiz. Unda o'zi ochki taqmaydigan bo'lib ketadi bola. O'shaning uchun bunaqa holatda hech qanaqangi lecheniya yordam bermaydi, absolyutni. Lecheniya qilmanglar. Faqat обычный omega 3lar bor, vitamin, baliq yog'lari katta bo'ladi. O'shandan bir mahal bir oy ichsa bo'ladi. 6 oyda bir marta, 2 marta bir oy ichkisangiz bo'ladi. Kalsiyalari kam bo'lsa kalsiy bering. Tennis o'ynating, raketka sharika olib turib. Iloji boricha shu yaxshi ko'radigan ko'zni yopib qo'yib, ikkinchi ko'z bilan kompyuter yoki PlayStation o'ynating. Kuni bilan emas, yarim soat, 1 soat, uzoq 1,5 soat. Shu ikkinchi ko'zini ishlatish kerak. Qaniki bir ko'zini to'liq yopib qo'ysangizda, bir kun davomida yopib yurib olsangiz, bu go'zal ish bo'lardi, lekin bu narsani hamma ota-onalar qila olmaydi. Bolam o'zi ham xohlamaydi. Keyin yana ko'zni yopganda sizlar ochkining ustidan yopmanglar, foydasi yo'q, yonidan qarab olaveradi. Ko'zni ustidan shunday yopadigan nakleykasi bor. Yopasiz, ustidan ochkini taqasiz. Chunki bola yonidan qarab olaveradi. Xira ko'rgisi kelmaydi hech kim. Siz ham xira ko'rgisi kelmaydi-yu. Yaxshi ko'radigan ko'zni yopib qo'ysa, o'shaning uchun bola yonidan qarab olaveradi. Keyin u yopganingizda ham foydasi bo'lmay qoladi. Buni o'sha ko'z minusini to'xtatish kerak. Yaqinda biz bir narsani olib kelyapmiz, vision terapiya degan narsa, xudo xolisa O'zbekistonga keladi. Ko'zda dangasalik bo'yicha 17 yoshgacha bolalarda ishlatamiz uni, xudo xolisa. Programmasi maxsus lechebniy, uni xudo xolisa uni yo'lga qo'ysak, buni ham sizga ma'lum qilamiz. Bu imенно ko'zda dangasalikda ishlatiladi. Dangasalikka qanaqadir ukollar, dori-darmonlar yordam bermaydi. Butun dunyo standarti bo'yicha sizga eng to'g'ri yo'l bu ko'zoynak va kontakt linza. Lekin juda katta ko'zoynak taqa olmaysiz. Televizor ko'rsating, пожалуйста, 1 soat, 1,5 soat, lekin o'sha xira ko'radigan ko'z bilan ko'rsating. Bu ikkinchi yaxshi ko'radigan ko'z bilan emas. Bu birinchi savol edi. Ikkinchi savolimiz: Assalomu alaykum doktor. Yoshim 34 da. Bir ko'zimda minus 8, ikkinchi ko'zimda minus 10 darajali xira ko'rish bor. Menga lazerni korreksiya qilish mumkinmi? Agar mumkin bo'lsa, qaysi holatda va qachon amalga oshiriladi? Eslab qoling, bir ko'zda minus 8, ikkinchisida minus 10 ekan. Yoshlari 34 da. Agar kontakt linza taqayotgan bo'lsangiz, bu albatta zo'r. 2 hafta, 3 hafta kontakt linza taqmasdan ko'zga namlantiradigan dorilar tomizib bizga keling. Biz sizni ko'zingizni to'liq tekshiramiz, shoh parda qalinliklarni ko'ramiz. Minus 8, minus 10lar ko'pchiligini ko'zning orqasida treshinalar, teshilgan, yirtilgan joylar juda ko'p uchraydi. Ba'zida bo'lmay ham qoladi, lekin juda ko'pchiligida aksariyatida bo'ladi, minus yuqori bo'lganlarda. Chunki minus 8, minus 10 bo'lganlar ko'p ko'zini ishqalaydi. Yoshlanadi, charchaydi, ko'p ko'zini qichiydi. Mana shu qichishi, mana bu joyini qichish kerak. Ustidan ezmas kerak. Boya minusi yuqori bo'lganlarga bu taalluqli. Keyin ko'p kuchanib o narsa ko'taradi, ko'p og'ir ko'taradi. Keyin ko'p ichi qotadi ba'zilar. Va ko'zda treshina, teshiklar bo'ladi. U narsani biz lazer bilan kalkulyatsiya qilib qo'yamiz, chunki to'r parda ko'chishini oldini olish uchun. Endi lazerni korreksiya. Agar shoh parda qalin bo'lsa, biz minus 8, minus 10larda femtolastik degan usul bor. Shoh pardani kesmasdan lazer qilamiz. Lekin ko'pchilik minus yuqori bo'lganlar shoh pardasi qalin bo'lmaydi. Lekin ba'zilar bular. Mana bugun bitta bemorni men femtolastikka tayyorladim. Bitta ko'zi minus 9, ikkinchisi minus 11. Yoshlari bir 45larda primерно. Ertaga bitta ko'zdan femtolastik qilib beraman. Vodiydan keldilar. Shoh parda kesilmaydi va lazer bilan qilinadi, lezbiya bilan emas. O'sha bilan qilib beraman. Xudo xolasa, где-то o'ng ko'zini minus 1 qilib beraman. Chap ko'zini где-то minus 2 qoldirib beraman. O'qishlariga bemalol bo'ladi. Chunki yoshlari уже 44-45 yoshlarda vallohu alam.
o'sha narsani qilish mumkin. Agar sizda ham shoh pardangiz shunaqa qalin bo'lsa, masalan yoshingiz 34 bo'lib, meningiz 8, 9 bo'lsa, 10 bo'lsa ham, agar shoh pardangiz zo'r bo'lsa, nimaga qilish mumkin emas? Qilish mumkin, albatta qilish mumkin. Ba'zida ikkita ko'z birdan qilamiz, ba'zida bitta-bitta. Lekin juda ko'p -8, -10 bo'lganlar shoh pardasi yupqa bo'ladi. Biz bularga gavharni olmasdan gavhar qo'yamiz. Ya'ni shunaqa maxsus ICL degan narsa bor. Amerikaga zakaz qilinadi. 10 kundan to 2 oy, 3 oy, ba'zida 4 oygacha keladi zakaz bilan va buni qo'yib beramiz va bemor maza qilib ko'rib yuraveradi. O'zini to gavhari xiralashguncha. Ba'zi holatda bo'lsa, ko'zda gavhari xiralashgan bo'lsa, katarakta bo'lsa, kameralar sayoz bo'lsa, bunda biz gavhar almashtirish operatsiyasini qilamiz. Keyin -8, -10 bo'lgan holatlarda juda ko'pchilik bemorlarda ko'zda glaukoma kasalligi rivojlangan bo'ladi. Ko'zda og'riydi, charchaydi va bemor glaukoma kasalligini o'tkazib qo'yadi. O'shaning uchun minusi yuqori bo'lganlar albatta ko'zini glaukoma tekshirib qo'yish kerak. Bizda Ko'z nuri klinikasida glaukomangiz bor yoki yo'qligini aniqlab beradigan uskunalar alhamdulillah bor. Va biz buni aniqlab sizga agar glaukoma bo'lsa, buni vaqtida operatsiya qilib qo'yishni tavsiya qilamiz, chunki glaukoma bu ko'rlikka olib keladigan kasallik. Gapni indallosi, agar shoh pardangiz qalin bo'lsa, sizga lazerni korreksiya xavfsiz. Eng xavfsiz yo'li bu femtolisk, ya'ni ko'z kesilmaydi. Hozir Vizumax 800 degan apparat Toshkentga keldi. Birinchi bo'lib Toshkentda ustanovka qilindi. Hozir o'zi 50 dan ziyod odamni operatsiya qildik va bu O'zbekiston uchun bu yutuq bu, chunki Vizumax 800 bu bizda orzuyimiz edi. Keyingi savol. Assalomu alaykum doktor. Nistagim, ya'ni ko'z titrash kasalligini davolash mumkinmi? Bu davolash qayerda amalga oshiriladi va kattalar uchun ham samarali usullari bormi? Zo'r savol. Nistagim bo'yicha hozirgi paytda O'zbekistonda operatsiyalar yo'lga qo'yilmagan. Biz buni inshaalloh yaqin oylarda yo'lga qo'yamiz. Doktor Kasanavi Daniel degan italiyalik doktor bor. O'sha doktorimiz bilan shartnoma qildik va O'zbekistonga kelishlari uchun ularni bir marta keldi, bizda sharoitlarimizni ko'rdilar. Hozir yangi klinika qilyapmiz. Juda katta klinika va dizaynlari bilan va o'sha kishiga mo'ljallangan uskunalar olyapmiz va o'sha nistagim operatsiyasini boshqa davlatlarga sarson bo'lmasligini biz inshaalloh qo'lga kiritamiz va doktorimizni hozir ekzamenlari bo'ladi. O'zbekistonga kirib topshirishlariga menimcha bir 3-4 oyda bu nistagim operatsiyalarini biz O'zbekistonda birinchi bo'lib boshlaymiz. Assalomu alaykum doktor. Yaqinda ikkala ko'zimning shoh pardasi shishib ketdi. Shifokor tavsiyasi bilan antibiotik tomchi ishlatdim. Hozir shish qaytdi. Shu holat yana takrorlanishi mumkinmi? Kelajakda ko'rish qobiliyatimga zarar yetkazmaydimi? Ajoyib savol. Katta rahmat. Sizda ham shunaqangi savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib keting. Biz sizga albatta inshaalloh savollaringizga mana shunaqangi qilib podkastlar qilib javob beramiz. Va qo'limizdan kelgancha sizga yordam qilishga harakat qilamiz. Ko'z nuri klinikasi mana hozir ishdan keyin osmotr, operatsiyalar, hamma narsalardan keyin mana siz uchun bepul maslahatlarni yo'lga qo'ydik va shuni ancha paytdan beri sizga ulashib kelamiz. Yaxshi foydali videolarimiz bor. Siz albatta klass bosib o'zingizni fikrlaringizni yozib qoldiring. Bizga bu kerakli. Chunki siz ham kimnidir ko'zini yaxshilashiga sababchi bo'lasiz. Albatta ulashing. Demak, ko'zni shamollashi, shoh parda shish bilan kelishi. Ko'zda konjektivit degan narsa bor. Ostri konjektivit deyiladi. Sezon boshlanadi. Hozir juda ko'payib ketdi bunaqa kasallik. Biridan ikkinchisiga o'tib ketaveradi. Bir oilada 3 kishi, 4 kishi bugun ham keldi. Juda biz buni bilan kurashamiz, kasallik bilan kurashamiz. Ya'ni doktorlar birgalashib shu kasalga to'g'ri keladigan dorilarni topishga harakat qilamiz va vaqt ketadi bunga. Ba'zida biz kechga qolamiz. Kech keladi bemorlar. Ko'zda shoh parda shishlar bilan, mana hozirgidek shoh pardada yaralar bilan keladi. Bu shoh pardada virusdan keyin qolgan dog'lar bilan keladi. Ko'rish xiralashib keladi. Buni davolaymiz va
bemor xursand bo'lib ketadi. Man deydi, ko'zim xira bo'lib qoluvdi, yaxshi bo'lib ketdi deb. Agar bu bemorimizda ko'zlarida shunaqa konjektivit shamollash bo'lgan bo'lsa, shu tipdagi konjektivit, shu virusdagi konjektivit bularga yuqmaydi. Lekin boshqa shtammdagi yuqishi mumkin. Ko'pchilik bir marta bo'ladi ostri konjektivit bilan. Lekin 2-3 xil shtamplik bo'lsa, masalan deylik, bitta grippni turidik, bu ko'z grippidan keyin qoladigan narsada bu shohpardada. Bir gripp bo'ldingiz, siz o'sha grippni shtammi bilan boshqa og'rimaysiz. Yo covid deylik, boshqa shtamm bilan og'rishingiz mumkin. Bu ham xuddi shunaqa. Agarki sizda shu shtamm bo'lmasdan boshqa shtamm bilan siz ham shamollashingiz mumkin. Lekin bir marta o'tkazib qaytadan bo'ladigan bemorlarni juda kamdan kam ko'ramiz. Buni to'g'risini aytsam ko'rmadim. Sizda ham shunaqa narsa bo'lmasin. Bir bo'lgan odam qaytib bo'lmasin, chunki o'zidan o'tkazganini o'zi biladi. Bugun eri xotinga o'tirdi, bolasida ham boshlangan. Ukasidan kimdandir yuqtiribdi. Bugun xo'jayinisiga, ayoliga ukolni qildik, davolash boshladik. Boshqa dorilarni atmeniz qilib tashladik. O'tgan hafta yakshanba kuni Samarqandga borganda ham shunaqa bemorlar keldi. Qarshida ham vobshe ko'p bunaqa kasallar. Lekin shu bizning yomon joyimiz bor, shu ba'zida shu dorilarni o'zimiz yaxshi ko'rgan dorilarni beramizda. Aytib turib, "Men shu dorilaringizni olasiz" deb turib o'zgartiramiz. Lekin 3-4 kundan keyin bemorlar "Qizim ko'zi ochilib qoldi, rahmat" deb tashlaydi. Bugun ham bittasi tashladi, o'zi Samarqandlik ekan. Qovoqlari shishib yotdi, ko'zi ichini ochib bo'lmasdi. Ba'zir majburlab ochib ko'rib oldim. Dorilarni to'g'ri berildi, alhamdulillah, dorilar yaxshi yordam beribdi, Allohning shifosi bilan. Bugun tashladi o'shani video anonsini, rasmini. Endi xudo xolasa, bu yaxshi bo'lib ketaveradi. O'zi borib kelganimga 2 kun bo'ldi. 3 kun bo'libdi. 3 kunda ancha yaxshi bo'lib qolibdi. O'shaning uchun azizlar, agar konjektivit o'tkazgan bo'lsangiz, agar shamollashingiz yaxshi bo'lmayotgan bo'lsa, ko'z nuri klinikasiga keling. Biz buni kurashishni ancha yaxshi bilamiz, yaxshi ko'ramiz. Konjektivit davolashni men yaxshi ko'raman. Boshqa doktorlarimiz ham shunaqa. Va qo'rqmaymiz konjektivit kasalligidan. Yuqumli kasallik. Doktorlar hamma qo'rqadi, chunki bu yuqumli kasallikda boshqa kasalliklarga, boshqa kasallarga yuqtirib qo'yishingiz mumkin-da o'tirganlarga. Shuning uchun o'ziga, oilasiga yuqtirishi mumkin. Lekin biz bu bilan qattiq kurashamiz, chunki bu kasallik yomon asoratlarga, hattoki ko'zni xira qilib, ko'zni ko'rmay qolishgacha olib kelishi mumkin. Oddiy grippdan keyingi bo'lgan konjektivit, bitta burningizdan, tomog'ingizdan o'tgan konjektivit. Buni vaqtida davolamasangiz, pushaymon bo'lasiz azizim. Ba'zida juda tez o'tadi, yaxshi immun sistemasi yaxshi bo'lganlar. Xursand bo'lish kerak immunitet ko'tarish uchun. Yaxshilik qilish kerak immunitet ko'tarish uchun. Organizmda shunaqangi gormonlar bor. Siz qancha yaxshilik qilsangiz, shuncha immunitetingiz ko'tarilib ketaveradi. Mana shu narsani esingizdan chiqarmang. Albatta yaxshi kayfiyat. Yaxshi kayfiyat ham immunitetni ko'taradi. Bu virus bo'lganlar, shamollaganlar, kayfiyat tushib ketaversa tuzalmaydi. Gripp bo'lsa ham ovqatni yeb, ko'chaga chiqib, ishlarini qilib, xavotir olmasdan yurish kerak. Ishlamasdan yotib qolib, uyingizda o'tirib olaversangiz, tushkunlikka tushib, endi men o'ylaman, endi bunday bo'lib qoldim deb turib, yaxshi bo'lmaysiz. O'zingizni qo'lga oling, kayfiyatingizni ko'taring-da, tezroq yaxshi bo'lasiz. Immunitet bu katta ahamiyatga ega, ayniqsa shu virusli kasalliklarda. Keyingi savol. Assalomu alaykum doktor. Menda murakkab astigmatizm tashxisi qo'yilgan. Hozirgi vaqtda ko'rish darajam 5-5,5 atrofida astigmatizm bor. Operatsiya qilinmagan holatda bu kasalliklarni davolash mumkinmi? Qanday usullar mavjud? Astigmatizm nimaligini bilasizmi azizim? Shohparda qiyshiq, shohparda, ya'ni soatda o'ynasi qiyshiq, shalpon quloq bo'ladi. Bunday qilmasa yaxshi ko'rmaydi. Bunday qilmasa yaxshi ko'rmaydi. -5,5 astigmatizm qanaqa davo? Ba'zida kelib qoladi, bir varaq qog'oz bilan biz deydi 10 kun ukol oldik, lecheniya oldik deb. Azizlar, qo'yinglar endi unaqa narsani. Bu kun bittasi paketda sumkasidan chiqaryapti. Mana bunday katta dori korobkalarni. Dori emas u, bir qanaqadir internetda olingan matohlarni ko'rsatyapti-da, musirga tashlang buni. Aytadi 1,5 million so'mga oldim deydi. Men sizni aldamayapman. Bor gapda aytayapman men. Aytdim, men yashikka musirga otib yuboring bu narsani. Ayol kishi bolasiga beryapti. Shuni deydi maqtaganida internetdan oldim deydi. Astigmatizm, miopiya,
glaukoma, kataraktani davolab yuboraman deydida, keyin pulingizni to'latasizda, keyin dorini ichib yuraverasiz, yaxshi bo'lyapman deb turib. Qo'yinglar unaqa narsalarni. Ishonmanglar unaqa narsalarga. Odamlarni aldaydigan. Endi bularni men nima deb atashni bilmayman. Bular bilan bular ertaga javobini oladi, vaqti keladi. Buni ko'ramiz buni. Siz bilan biz bu kunlarda albatta ko'ramiz. Tak. Astigmatizmning chorasi bu to'g'ri ko'zoynak. Birinchisi. Ikkinchisi kontakt linza. Linzani astigmatiskiy turlari bor. Toriskiy. Buni yumshoq va qattiq linzalar bor. Skleral linzalar bor uchinchisi. Keyingisi lazer korreksiya. Bu go'zal usul lazerni korreksiya. Keyingisi gavharda olmasdan gavhar qo'yish. Keyingisi gavharda almashtirib astigmatizmdan qutulish. Endi buni qaysi biri sizga to'g'ri kelishini biz tekshirganda aytamiz. Lekin yosh bola bo'lsangiz, operatsiya qilmaymiz. Albatta siz to katta bo'lganingizcha ochkilar taqishingiz kerak. Shu astigmatizmni ba'zida -5,5 bo'ladi, lekin 5,5 ko'tara olmaydi. 3,5, 4 beramiz. Ota-onasi hayron, nega past beryapsiz deydi. Keyin 6 oydan keyin ko'tarib beramiz deymiz. U ham hayron. 6 oydan keyin deydi, 3,5 ni 4 ga ko'tarib qo'yibsiz-ku deydi. O'zi sizni bolangizda 5,5, lekin bittasidan xursand bo'ling, astigmatizm ko'paymaydi. Astigmatizm haqida bizda juda ko'p gaplarimiz bor. Hali bu uchun yana gap qaytamiz, lekin savolga javob, buni davolamang. Hech qanaqa davolash yordam bermaydi. Buni faqat yo'li ochki linza taqing, tennis o'ynang, mashqlar qiling, kompyuter o'ynang yarim soat, 1 soat, ochkini taqib olib, linzani taqib olib, pожалуйста, yoshingiz katta bo'lgan bo'lsa operatsiya qildiring. Mana u kuni -7 astigmatizmlarda femtolis qildim. Kasal bu kunisi kelib turib, shunday boshlarim yengil bo'ldi deydi. Ularda bir tayinli yaqinga ko'rish ham yo'q-da. Mana bunday qilmasa ko'rmaydi. Uzoqqa ko'rishni gapirmaydi endi. Astigmatizmda постоянно boshda nagruzka bilan yuradi. Boshim shunaqa yengil bo'ldi deydi. Ko'rishni gapirmang deydi. Ko'rishim-ku zo'r deydi. Shunaqa qiladi. Lekin ko'p astigmatlar ochki taqmay ko'zini dangasa qilib qo'ygan bo'ladi. Operatsiyadan oldin 5% ko'radi. Ochki bilan 30% ko'radi. Bor yo'q 30%. Hech bir tayinli ko'rmagan, ochki taqmagan. Nega taqmagan desam, uyalaman, tortinaman deydi. Qiz bola bo'lsa endi o'ldirib qo'ysang ham taqmaydi. O'g'il bolalar-ku, ba'zi taqa, ba'zi taqmaydi. Yoshligimda aytgan, taqmaganman, 30 ga kirdim deydi. Endi ko'zim toliqyapti, telefonga ko'p qarolmayapman, televizorga ko'p qarolmayapman, erga tegdim deydi, boshlarim ko'p og'riydi deydi. Ko'p unaqa ham bemor. Men uni 18, 19, 20 yoshlarda femtolis qilib beraman. Kesmasdan lazer qilib beraman. O'sha hozirgi kelgan Vizumax 800 apparatida. Va bemor go'zal ko'radi. Qancha ko'radi? Ochkisidan yaxshiroq ko'radi. Agar siz ochkida 30% ko'rsangiz, siz 100% ko'rishda uni o'qib ham yotmang. Orzu qilib ham yotmang, bo'lmaydi. 30% ochkida ko'rsangiz, demak 40%, 50% siz o'zingizni ko'zda ko'radigan bo'lasiz. Bu degani siz uchun yaxshi ko'rish degani. Faqat shu ko'z dangasaligini uchrab qolgan ko'pchilik astigmatizm yuqori bo'lganlar. Shuning uchun ba'zida 7, 8 astigmatizmlar bilan keladi. Sizda operatsiya qilib bo'lmaydi degan bo'ladi shu paytgacha. Sizda lecheniya qilib bo'lmaydi, bir umr ochki taqasiz kelganlari bor. Kecha ham xuddi shunday bir kasal keldi. -3,5 astigmatizm, krutaya rogovitsa deyiladi. Operatsiya qilib bo'lmaydi deb turib bemorga tushkunlikka tushirgan. Bemorni ko'rdim, tekshirdim. Ziyovuddin ismi, esladim. Surxondaryo Dinovdan. Bugungina yozdi, 90% ko'ryapti, ishonasizmi? U yoshligidan beri uncha ko'rmagan. Xursand bo'lib rahmat deb yozibdi. Men istoriyasini, bugungi holatini ko'rdim, tekshirdim, aytdim, tabrikladim telefonda. Chunki ertalab kecha operatsiyadan kech chiqqandim, bugun spokойно ishga bordim, yaxshi dam olib. O'sha bemorimiz o'sha astigmatizmdan qutuldi. Kecha juda ko'p astigmatizmlar qildik. Hozir biz astigmatizmni operatsiya qilishda professor Walter Sekundani usuliga o'tib olganman. Metka qo'yish usuli deyiladi. Buni biz orzu qilganmiz. Keyin femtoliskda shoxparda juda katta ochiladi, keng ochiladi. Bir maza qilib ishlayman. Avval ko'zni kesib qilardik. Har doim ham kutilgan natija chiqmasdi. Hozir go'zal natijalarga erishdik. Ya'ni masalan farz qilaylik, men bir viloyatga boramiz. U yerga Nexia mashinada borganingiz qandoq? Afrosiyobda borganingiz qandoq? Farqi bormi? Bu afrosiyobda tez yuradi. 300, 400 tezlikda yuradigani. Kesib qilishlar bu eski.
holatlar. Hozirgi paytda buni qilishni men tavsiya qilmayman. Bugun yana bir bemorni ko'rdim. Ishonasizmi, Amerikadan keldi. O'zi Saudiya Arabistonlik ekan. Bir bemorni o'zini operatsiya qilib bergandim. Shu bemor olib kelib qoldi. U ham Amerikada yashar ekan. O'sha bemorni ertaga Xudo xolasa operatsiya qilib beraman. Unda ham astigmatizm tushuntirib berdim, hammasini aytdim. Bemor o'sha men aytgan lazerni korreksiyani tushuntirib, o'shani kesmasdan femtolisik usulida Vezumax 800 da operatsiya qilishni maslahatlashdik. Ertaga Xudo xolasa o'sha operatsiyasini qilib beraman. Ikkita ko'zda ham minusi bor va Xudo xolasa o'tkazaman. Men bu bilan maqtanmoqchi emasman. Biz Amerikada yashaydigan va O'zbekistonda kelib dars beradigan Webster institutini amerikalik doktorlarni operatsiya qilib berganmiz. Doktorlar emas, o'qituvchilarni. Boshqa davlatlardan ham ko'pchilik davlatlardan operatsiya qilib berganmiz. Hozirgi paytgacha ancha-muncha bazamiz bor. Boshqa Rossiyadan kelgan, Xitoydan kelgan, Turkiyadan kelgan, Iroqdan kelgan bemorlar. Endi yonimizdagi qo'shnilarimiz Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston va boshqa davlatlardan kelgan bemorlarni ham qilganmiz. Hindistondan kelgan bemorlarni ham ko'pini qilganmiz. To есть bu lazerni korreksiya butun dunyoda hozirgi paytda aktual. Astigmatizm bormi? Eng qulay yo'li bu femtolasik bilan lazerni korreksiya qilib, kesmasdan shoh pardangizni chiroyli qilib beramiz va siz inshaalloh bir umr bizdan mamnun bo'lasiz.